Aksan dodasi jinnisi qani ketdi. Makka mana xolodilnik ko'rsam, kullarlari ham bor. Qatnovchilar bu narsalarimiz avangard firmasidan bo'ladi. Bitta xolodilnik, bitta kir moshina, bitta plisosdan qo'yamiz. Oxirida narxlarni ko'rsatib o'tamiz. Lak bosishdan chiqmas, hurmatli obunachilar. Ikkala bu firmamiz avangard firmasidan bo'ladi. 2025-yil model, yangi model 6 kilolik bo'ladi, A-klass inverter motor bo'ladi. 15 ta funksiyasi bor, achishga barabarlari ham bor. Almazmi balava, bunda LG ga o'xshab kurchilari ham chiqadi. Akalar bu xolodilnikni hozir obzor qilib o'tamiz. Ko'ringlar, voy, mana xolodilnikni qaranglar, balandligi 180, eni 90. Buni xolodilnik hali hech qo'ymagan. Mana ponni morosilka, bu xolodilnik. 3 yil servis garantiya, motoriga 10 yil garantiya. Nima deysizlar endi bunga? Akalar bu plisosimiz 2000 wattlik bo'ladi. 3 yil servis garantiyasi bor. Ofitsialniy 1 oy ichida zavodskiy defekt bo'lsa, yangisi almashtirib beramiz. Zo'r plisoslarimiz bor. Qani ketdi. Bog'imda nastarim bor, gullaydi har yil bahor. Buni narxini akalar $925 qilib berdi.